Assalomu alaykum hamkasb asalarichilar. Mana bugun Xudo xolasa 4-may 26-yil 21-aprel kuni qilgan mehnatlarimizni hosilni yig'ishtirib olyapmiz. Xudo xolasa mana 90 ta g'umbakka 3 kunlik lichinka ekilgan. Shulardan 79 tasida matkalar ochib chiqqan va ochib chiqmoqda. Xudo xolasa mana bugun hosil bayrami. Qanday qilsam ko'rinadi. Mana Xudo xolasa hammasini ichida matkalar yuribdi. Agata Karnika, Germanskiy bularga asal berib obletniklarga solib chiqamiz. Xudo xolasa obletniklarimiz tayyor. Sirdaryoning chetida joylashganmiz. Xudo xolasa bu tomonlarda ham bor. Arlarimiz uchmoqda. Tikonga shingilmanma deygan shunaqa tikonga uchmoqda. Asal kelishi yaxshi. Xudo xolasa matkalarni tarqatamiz. Sog' salomat bo'linglar. Charchamanglar.